Assalomu alaykum Yasavul begi. Qazqiran hazretleri. Va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibdilar. Bizga sharaf berib keldilar. Sharaf Allohdan ashman. Qani o'ltiring. To'xtasizlar, sizga qahva deb qo'yay. Rahmat, avvar bo'lmang. Sizning vaqtingiz oltindanmi qimmat? Bir ish bo'lmaganda hazratim. Zindonda mahbuslarga buzilib qolgan tomoqlar berilib yetibdi. Shundaqmi? U badbaxtlar tomoqning gapini qiladi. Xuddi zindonga ziyofat uchun kelgandaklar. Men o tomoqlarni Miftahning kamerda o'z ko'zim bilan ko'rdim. Siz ko'rmadingizmi? Men u sho'rpeshani Miftahning yotiqqa kirib baqmadim hazratim. Rastilla Miftahni yo'qlab baqmadingizmi, Ashman? Uni yo'qlab berib baqmadim. Tomoq ishini bugunlam tekshiray hazratim. Mavaraq tushib qopti. Elvilam. Rahmat sizga hazratim. Buningda Vazir Asronning imzosi bor ekan. Masjid silish ishlarini Yomil mahkamasi qilamda. Yo'q, bu din ishlar mahkamasining ishi. Bizning ishimiz emas. Ondaqda bu varaq sizning yeningizda nima ish qiladi? Xato avatilib qolgan o'xshaydi hazratim. Buni vazirga o'zim yo'llab beray. Men og'ash ketay, heligacha uning bilan ko'rishiman. Bo'lamdi? Bu odam yolg'onchi ekan, zarzor. Qandaq sezib oldilar hazratim? O Miftahning yeniga faqat berib baqmadim deydi. Shundaq dedi hazratim. Men Miftahni yo'qlab borganda u meni Ashmam ekan deb, men bilan yana elishqil kelgan o'xshamamsan, Ashmam degan edi. Miftah yolg'on aytayotgan diye. O vaqtida Miftah ko'zini to'sib olgan, yo'qlab kelgan odamning kimligini ko'rmagan tursa. Shundaq bo'lgan. To'g'ri hazratim. Sen mahkamaga borg'ach turgan. Men helaroq boraman. Kesile hazretim. Yasavul begi Ashmanning yeniga borgan edim. Sizlarning imzolari bor bu qog'ozni kuchirtib qoldim. Mesele hakkındaki malumatga nazartim. Qandaq bo'lib Ashmanning yeniga berib qolganda deyman. Mescidki jay namoz bor degandek narsalarni qo'llash ularning xizmati hazratim. Yasavullah masjidning bo'risini qo'g'damda. Allah'ның uyini qo'g'dashdimi Allah xizmat bormi? Qazqiran hazratim. Durust. Meni yengib oldilar. Vazir Asron. Demo hazratim. Aras qahva bak yaxshi ekan. Muloqot bo'lganimdan xursand. Men mi xursand bo'ldim? Qog'ozni ep qiladigan hazratim. Bu sizga aloqador ish emas ekan. Qoyimsizlar. Habib, Şahat. Öyle kısıdaki Habib mi doğadıdı? Şundaq. Aqlli qushda. Allah'ın güzel mahlukları. Şahat, akıllık, tamak. Qani ola, yegin. Bizni avar qilma. Hikoya anglaymiz. Padişahның 3 payg'ambarni tashkisa qilaman deb e'lon qilgan yeri kelgan to'qata. Undan keyin nima ishlar yuz berdi buva? Padişahning 3 payg'ambarni jazolaydiganligi haqidagi xabar shaharni bir oldi. Ey Allah, yaratılışını güzel kılınındaki ahlakımını güzel kıl. Kim bu? Habib ustam qani? Dehvan qandaq ahvalın. Meni tanıdılar begim. Çaqçaqdırma, men yağatçı Habib. Nima? Ya, ovozing o'xshaydi ekan. Ammo chiroyim faqat o'xshamaydi-ku. Allah'ın peygamberleri dua qilgan edi. Kezilim saqiyib teran asli qaytdi. Yoshliqimga qaytdim degina. Men faqat ishonmayapman-ku. Bu Allah Teala'nın fazl rahmeti, peygamberlerinin duasıdan oldu. Bechoralar o'lib ketgich azob tatadigan bo'ldi. Nima? Allah'ın peygamberleri mi? Kim shundaq deydi? Kim? Bu podshoh Antiyokusning farmoni. Masqul ularni hamma joyda izlayotdi. Ularni bu qilmishidan to'sishim kerak.
Ne bo'ldi? Yo'chin odam yirtqich hayvondan qechayotgandeklik qiladi-ku, ha? Yirtqichdan xatarlik bir ishdan qechivyaptiman. Oxiratdagi azobdan. Nima davatdilar? Ovozlari ajab yog'ochi Habibga o'xshaydi ekan, ha? Men shu yog'ochi Habib 3 payg'ambar Allohga duo qilib meni saqaytib qo'ydi. Eliqi 3 suiqasdchilarni davatamdilar. Ular degan Allohning rostchil payg'ambarlari. Mana men ularning duosida juzam kesilidan saqaydim. Ularga agishinglar. Ularga agishinglar. Kim deydi ulan payg'ambar deb? Mana bu mening chiroyim shundoq davatidi. Mendan yiroqdisizlar. Ular bizni ozdirgan suiqasdchilar. Nimishqa? Sizlarni ozdirsa ularga nima foyda? Ular sizlardan mol dunyo yoki o'rin martaba talab qilmasa, Bizga ochiq oshkor qarshi chiqyapsan. Bizdan qo'rqmamsan? Allohdan qo'rqaman. Sizlarni kelib mo'minlarning sepiga qo'shilinglar. Sen men bilan kel. Bu ablah. Siyanchilar yan tayoq bo'lganliging uchun podshoning oldida javobgarlik tortilsan. Bismillahirrohmanirrohim. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najjar yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganlarga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar." Alloh rost aytadi. Ulug' podshohimiz Antiox oliylari. Bu odam bizga qarshi chiqib, kishilar suiqasdchilarga agishga chaqiryapti. Shaharning yiroq bir yerdan kelib, men ilohlarimdan yuz o'rishga chaqiryapti aliylar. İlahlarga hürmetsizlik qildi. U birli ilahga cho'qinamish. Uningdan boshqa ilah yo'qmish. İlahlarimizni inkor qildi. Olamlarning Rabbi deb olgan o'zining ilohi qilib ibodat qiladi ekan. Deydiganlaring bormi? Nimishqa meni yaratganlar sizlar dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, Allohdan g'ayrini iloh qilib olsam, agar mehribon Alloh menga biroz ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani deb qilolmaydi. Agar undaq bo'lsa, men cho'qim ochiq gumrohlikda bo'laman. Bu yog'ochini ep chiqib, o'lgichidasanlar. Adolatning hukmini ijro qilinglar. Men sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. Ey Alloh, xalqimni hidoyat qil ular. Manamsa, bu murtad ablah. Voyjon Alloh, Alloh sizlarni ko'chirga hidoyat qilg'ay. Dile ablah. Koshki sizlar sabr qiluvchilarning mukofotini ko'rgan bo'lsanglar, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman. Ular haq payg'ambarlar. Voyjon. Bismillahirrohmanirrohim. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. Iymonimga quloq solinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirayotgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligi va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi. Alloh rost aytadi. Uni yer bilan yakson qilyapti oliylari. To'piga aylanib ketdi. To'piga. Aha. O'zini payg'ambar deb olgan uch suiqasdchining oqibati-chi? Qandoq bo'ldi? Ular bu yerni tashlab ketdi. Ular faqat peqir miskinlardan birini tislagan. Mag'lub bo'lganligini pamlab badartib ketibdi-da. Buyuk Antiokusning qo'lidan qandaqmi qochib qutulamisin? Ular qochib ketayotqach, bizni Parvardigorning azobidan ogohlantirdi. Nima azob ekan u? Osmondan biz bilan urushga lashkar tushamish. Bo'ldi. Bu suiqasdchilarning va yog'och Habibning gapini qo'yib, o'z ishimizga kelaylik. Meni kechirsizlar, Habib usta. Men to'lima ojiz, qo'limdan hech ish kelmaydi. Sizlarmi uningdek aljib qaldimi, Dahman? Bizning yuragimiz tashib ketibdi. Voy isit. Sizlarga yanbas qilindim, nomus qilyaptimi? Biz to'g'ri deb bilganimizni qildik. Sizlarmi osmondan bizga azob tushidi deb qaramaydiganlar? Nima bo'ldi? Tuyuqsizda kun tutuldi.
Leşke. Yaraktar. بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم. Mümin adam Rahim sizlerce öldürüldü. Pek azaplanmadım ben. Azaplanma kozam. O cennetteki o'rnini ko'rib xotirjam holda uddul jannatga ketdi. Allah egam eng büyük. Bu qismni bek yoqtirdim buva. Nemish qilmoq so'zlabmamoqchi bo'lib qoldilar? Bu qissa bizga nurg'un ishlarni o'rgatadi Sayfiddin. Menimcha Qenidan qizim. sanimiz az, ojiz bo'lsak-mu haqiqat taraf turishimiz kerakkan. To'g'ri, yana-chi? Allohning g'azabiga yo'liqmaylik desak, zolimlarga kelgan azobga tayyorligimiz bo'lsa bo'ldi ekan. To'g'ri, Salma. Qani sizmi gap qilib boqmamsiz? Yasin oyisi xalqni hikmat va yaxshi nasihatlar bilan haqiqatga chaqirdi. Zo'ravonlikqa zo'ravonlik bilan javob bermadi. Hammanglarning to'g'ri. Ammo bir muhim ishni unutib qoldinglar. Nimani unutdik ota? Habib haqidagi oyatda shaharning yiroq joyidan bir kishi yugurib kelib aytdi deyilgan. Bu yerdagi yugurib kelish o kishining iymon etishi bilan kifoyalanmasdan, balki harakatga o'tib barliq tirishchanligini, uch payg'ambarni qo'g'dashga chiqarganligini ifodalaydi. To'g'ri. O kishining yugurganligi, ya'ni harakatga o'tganligi o'z xalqi va Rabbini haqiqiy so'yganligidan bo'lgan, qizim. Shunga u oxiri hayot turib jannatdagi o'rnini ko'rishga nasib bo'ldi. Rahmat ota. Xudoyim buyursa, yana yangi bir qissa so'zlab berala. Xudoyim buyursa. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kılganğa sultanligen Ah kömüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Hem utanmaz hem acayip Kur'an'da Var hakkı isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle
senin kulun sallar akibette hayran bular tövbe kılsa günah